Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Hukumat kommunal xizmat to'lovlarini bekor qildi degan gaplar nimani anglatadi? Kimlar haqiqatan yengillik oladi? Kimlar esa baribir to'lashda davom etadi? Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir ijara uyida yashayotgan oila, har bir pensioner, talaba, tadbirkor va uy egasi uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam qarzdor bo'lib qolishi, penya yozilishi, hatto xizmat cheklanishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun masalani oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak, hammasini birma-bir tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo eng asosiy narsani aytaman. Kommunal to'lovlar butunlay bekor qilindi degan gapni eshitgan zahoti elektr, gaz, suv yoki issiqlik uchun endi umuman pul to'lamas ekanmiz deb tushunish noto'g'ri. Amaliyotda bunday xabarlar ko'pincha 3 xil holatni anglatadi. Birinchisi, ayrim toifadagi aholiga kompensatsiya yoki subsidiya berilishi mumkin. Ya'ni odam xizmatdan foydalanadi. Hisoblagich bo'yicha to'lov chiqadi. Lekin davlat yoki mahalliy hokimiyat ma'lum qismini qoplab beradi. Masalan, kam ta'minlangan oila, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs, nogironligi bo'lgan fuqaro, yolg'iz pensioner yoki boshqa belgilangan toifadagi odamga yengillik berilishi mumkin. Ikkinchisi, ayrim qarzdorliklar, penya yoki jarimalar bekor qilinishi mumkin. Bu ham juda katta farq qiladi. Xizmat narxi bekor qilinmaydi. Faqat oldingi davrdagi qo'shimcha penya, kechiktirish jarimasi yoki noto'g'ri hisoblangan qarz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchisi, ba'zi texnik yoki huquqiy sabablarga ko'ra hisob-kitob tartibi o'zgarishi mumkin. Masalan, umumiy hisoblagichdan yakka hisoblagichga o'tish, eski normativ bo'yicha hisoblangan summalarni qayta hisoblash, aholi va noturar joy toifasini ajratish yoki ma'lum muddatda iste'mol bo'lmagan bo'lsa, asossiz yozilgan summani olib tashlash. Shuning uchun men ekspert sifatida tomoshabinlarga bitta narsani qat'iy aytaman. Bekor qilindi degan sarlavhani ko'rib to'lovni to'xtatib qo'ymang. Avval nimasi bekor qilinganini aniqlang. Asosiy to'lovmi, penyami, qarzmi, subsidiya shaklidagi qoplamami yoki noto'g'ri hisob-kitobmi? Oldin kommunal xizmatlar bo'yicha odamlar odatda 3 ta muammo bilan qiynalardi. Birinchi muammo, hisob-kitob tushunarsiz edi. Xonadonda hisoblagich bor, lekin kvitansiyada boshqa summa chiqadi. Ba'zan eski qarz qo'shiladi, ba'zan qayta hisob-kitob degan band paydo bo'ladi. Ba'zan esa odam o'zi ishlatmagan xizmat uchun ham pul ko'rishi mumkin. Ikkinchi muammo, qarzdorlik ustiga penya yoki ogohlantirish kelardi. Masalan, bir oilaning gaz uchun 300 ming so'm qarzi bor. Oila vaqtida to'lay olmagan. Keyingi oy bu qarzga yana qo'shimcha hisob-kitob, penya yoki ogohlantirish keladi. Odamning oyligi yetmaydi, qarz esa katta ko'rinib ketadi. Natijada odam endi baribir to'lay olmayman deb masalani ortga suradi. Uchinchi muammo, ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlar yordam olish tartibini bilmas edi. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner oyga cheklangan pensiya oladi. Qishda gaz, elektr yoki issiqlik to'lovi oshib ketadi. Lekin u subsidiya olish mumkinligini bilmasa, bor pulini kommunal to'lovga sarflab, dori-darmon yoki oziq-ovqatdan qisadi. Hozirgi o'zgarishlarning mazmuni shundan iboratki, davlat ko'proq manzilli yordamga o'tmoqda. Ya'ni hammaga bir xil to'lamanglar deyish emas, balki haqiqatdan qiynalayotgan oilani aniqlash, unga ma'lum miqdorda kompensatsiya berish. Ayrim asossiz yoki eski hisob-kitoblarni qayta ko'rish, ayrim jarimalarni yengillashtirish kabi mexanizmlar qo'llanilishi mumkin. Bu yerda eng muhim so'z manzilli. Ya'ni yordam sizning holatingizga qarab beriladi. Endi oddiy tilda tushuntiraman. Kommunal xizmatlar deganda odatda elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, oqova suv, issiqlik ta'minoti, chiqindi olib chiqish va ayrim joylarda uy-joy shirkatlari yoki boshqaruv servis kompaniyalari to'lovlar nazarda tutiladi. Har bir xizmatning o'z tashkiloti, o'z hisob-kitobi va o'z shartnomaviy tartibi bor. Agar hukumat tomonidan biror yengillik berilsa, u avtomatik ravishda hamma xizmatlarga birdek taalluqli bo'lmasligi mumkin. Masalan, elektr uchun kompensatsiya berilishi mumkin, lekin suv uchun emas. Yoki isitish mavsumida issiqlik xarajatlari bo'yicha yordam bo'lishi mumkin, lekin chiqindi to'lovi odatdagidek qoladi. Shuning uchun kvitansiyani alohida tekshirish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kommunal qarzi bor odamlar. Agar sizda elektr, gaz,
suv yoki issiqlik bo'yicha qarz ko'rsatilayotgan bo'lsa, bekor bo'ldi degan gapga ishonib yurmasdan, shaxsiy kabinetingiz, mobil ilova, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki mahalla orqali qarz tarkibini aniqlang. Asosiy qarz alohidami, penya alohidami, eski davrdan qolgan summami, hisoblash ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilganmi? Bularni ajratish kerak. Ikkinchi navbatda ijarada yashayotganlar xavotir olish kerak. Chunki ko'p hollarda shartnoma uy egasi nomida bo'ladi. Hisoblagich ham uy egasi nomida bo'ladi. Ijarachi esa pulni uy egasi beradi yoki o'zi to'laydi. Agar qarz chiqsa, kim javob beradi? Agar subsidiya chiqsa, kim oladi? Bu masalalar oldindan kelishilmagan bo'lsa, keyin nizo chiqadi. Men har doim tavsiya qilaman, ijarachi oyma-oy kvitansiya yoki to'lov chekini saqlasin. Uy egasi bilan yozma kelishuv qilsin. Uchinchi navbatda hisoblash ko'rsatkichi muntazam topshirilmaydigan xonadonlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar siz hisoblagichdagi raqamni vaqtida kiritmasangiz, tizim o'rtacha yoki normativ asosida hisoblab yuborishi mumkin. Keyin siz men buncha ishlatmaganman deb e'tiroz qilasiz. Qayta hisob kitob qilish mumkin. Lekin bu vaqt asab va hujjat talab qiladi. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar siz barcha to'lovlarni vaqtida qilib kelayotgan bo'lsangiz, hisoblagichlaringiz joyida, plombalar buzilmagan, shaxsiy kabinetingizda qarz yo'q, kvitansiyalar mos bo'lsa, siz shunchaki yangilikni kuzatib borasiz. Lekin baribir tekshirib turish kerak. Chunki ba'zan tizimdagi texnik xatolik sabab to'lov qilgan odamga ham qarz ko'rinib qolishi mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi bir oila oyga o'rtacha 250 kilovat elektr ishlatadi deb olaylik. Elektr uchun shartli ravishda 2-20 ming so'm atrofida to'lov chiqdi. Oilada 3 farzand bor, ota vaqtincha ishsiz, ona bolalarni parvarish qiladi. Agar bu oila kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kirsa yoki ijtimoiy yordam mezonlariga mos kelsa, ularning to'lovi to'liq bekor bo'lmasligi mumkin, lekin ma'lum qismi kompensatsiya qilinishi mumkin. Masalan, davlat 1 ming so'mini qoplasa, oila qolgan 1 ming so'mni to'laydi. Bu to'lov bekor bo'ldi emas, bu to'lovning bir qismi yengillashtirildi. Ikkinchi misol, bir pensioner onaxon yolg'iz yashaydi. Qishda gaz hisoblagichi bo'yicha 6 ming so'm to'lov chiqdi. Pensiyasi cheklangan, doriga ham pul kerak. Agar u ijtimoiy himoya daftarida bo'lsa yoki belgilangan mezonlarga tushsa, mahalla orqali murojaat qilib, kompensatsiya yoki moddiy yordam olishi mumkin. Lekin u shunchaki televizorda kommunal to'lov bekor bo'ldi deyishdi deb to'lamay qo'ysa, keyingi oy qarz ko'payadi. To'g'ri yo'l murojaat qiladi, hujjat topshiradi, holati o'rganiladi, shundan keyin yordam belgilanadi. Uchinchi misol. Bir xonadon 3 oy davomida bo'sh turgan, egasi chet elda bo'lgan, suv ishlatilmagan, elektr deyarli sarflanmagan, lekin kvittansiyada normativ asosida 1 ming so'm suv to'lovi chiqib qolgan. Bu holatda odam hukumat bekor qildi deb kutib o'tirmaydi. U suv ta'minoti tashkilotiga ariza beradi. Hisoblagich ko'rsatkichni fotosurat bilan taqdim etadi. Pasport va mulk hujjatini ko'rsatadi. Zarur bo'lsa, dalolatnoma tuziladi. Agar haqiqatan iste'mol bo'lmagan bo'lsa, qayta hisob kitob qilinishi mumkin. To'rtinchi misol. Ijarachi yigit 2 yil kvartirada yashagan, har oy kommunal to'lovni naqd pulda uy egasiga bergan, lekin uy egasi to'lov qilmagan. Natijada 2 million so'm qarz yig'ilgan. Endi kim to'laydi? Agar ijarachi chek saqlamagan, yozma kelishuv qilmagan bo'lsa, isbotlash qiyin. Shuning uchun men hammaga aytaman, kommunal to'lovda eng kuchli himoya bu chek. Bank ilovasi orqali to'lang, skrinshot saqlang, kvittansiyani rasmga oling. 5-misol. Tadbirkor birinchi qavatdagi noturar joydan foydalanadi, lekin hisob kitob hali ham aholi tarifi bo'yicha yoki aksincha. Aholi xonadoni noturar tarifga tushib qolgan. Bunday chalkashliklar katta summaga olib keladi. Agar tarif noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, buni aniqlab qayta hisob kitob talab qilish mumkin. Lekin xizmatni ishlatgan bo'lsangiz, asosiy iste'mol uchun to'lov majburiy qoladi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, qarzning hammasi bir xil emas. Asosiy qarz bor, penya bor, jarima bor, qayta hisob kitob bor. Sud qarori bilan undiriladigan qarz bor. Agar yengillik berilsa, u faqat penya yoki jarimaga tegishli bo'lishi mumkin. Asosiy iste'mol, ya'ni siz ishlatgan elektr, gaz, suv uchun to'lov qilishi mumkin. Shuning uchun qarzim bekor bo'ldi deyishdan oldin qarz tarkibini ko'rish kerak. Ikkinchi nozik jihat, subsidiya hamma uchun avtomatik tushmasligi mumkin. Ba'zi holatlarda siz ariza berishingiz kerak bo'ladi. Arizada oilaviy holat, daromad, yashash manzili, kommunal shartnoma raqami, shaxsiy hisob raqami ko'rsatiladi.
Agar siz ariza bermasangiz, tizim sizni yordamga muhtoj deb tanimasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ro'yxatda turish masalasi. Ba'zi yordamlar yashash joyi bo'yicha, ba'zilari doimiy ro'yxat bo'yicha, ba'zilari haqiqatda istiqomat qilayotgan manzil bo'yicha ko'rib chiqiladi. Masalan, siz boshqa viloyatda ro'yxatda turib, Toshkentda ijarada yashasangiz, yordam olish tartibi murakkabroq bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan aniq tartibni so'rash kerak. 4-nozik jihat, hisoblagich plomba va texnika holati. Agar hisoblagich plombasi buzilgan bo'lsa, ko'rsatkichlar shubhali bo'lsa yoki noqonuniy ulanish aniqlansa, to'lov bekor qilindi degan gap sizni himoya qilmaydi. Aksincha qo'shimcha hisob-kitob, jarima yoki boshqa javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun uyda hisoblagich joyida plomba butun, ko'rsatkich o'qilishi mumkin bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, umumiy uy xarajatlari. Ko'p qavatli uylarda lift, yo'lak yoritilishi, podvaldagi nasos, umumiy hudud tozaligi, boshqaruv kompaniyasi xizmati kabi xarajatlar bo'ladi. Odamlar ba'zan buni ham kommunal to'lov deb ataydi. Lekin hukumatning elektr yoki gaz bo'yicha yengilligi boshqaruv kompaniyasining xizmat haqi bekor bo'ldi degani emas. Har bir to'lov turini alohida ajratish kerak. 6-nozik jihat, eski qarzlar bo'yicha davom muddati va hujjatlar. Ba'zan odamga 5 yil oldingi qarz chiqadi. Bunday holatda darhol vahimaga tushmang. Qarz qaysi davrga tegishli, qanday asosda hisoblangan, oldin to'langanmi, chek bormi, sud qarori bormi, bularni tekshirish kerak. Agar sizda to'lov cheki bo'lsa, hatto eski bo'lsa ham, uni yo'qotmang. Elektron to'lov tarixini bankdan olish mumkin. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-ba-qadam aytaman. Birinchi qadam. Barcha kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni aniqlang. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, boshqaruv kompaniyasi bo'yicha alohida raqamlar bo'lishi mumkin. Bu raqamlar odatda kvitansiyada, shartnomada yoki mobil ilovalarda ko'rsatiladi. Ikkinchi qadam, qarz bor yo'qligini tekshiring. Buni xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy ilovasi, to'lov tizimlari, bank ilovasi, shaxsiy kabinet yoki abonent bo'limi orqali ko'rish mumkin. Muhimi, norasmiy kanallardagi gapga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Uchinchi qadam, agar qarz bo'lsa, uning tarkibini so'rang. Arizada yoki og'zaki murojaatda mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha qarzdorlik qaysi davrlar uchun hisoblangan, asosiy qarz, penya, jarima va qayta hisob-kitob summalarini alohida ko'rsatib berishingizni so'rayman deb yozing. Bu juda muhim jumla. Chunki umumiy qarz raqamini ko'rib, odam nima uchun pul to'layotganini bilmaydi. 4-qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini rasmga oling. Rasmda sana ko'rinishi yaxshi yoki telefoningizdagi sana ma'lumotlari saqlansin. Elektr, gaz, suv hisoblagichlarini har oyning bir xil sanasida suratga olib qo'ying. Bu kelajakda baxt chiqsa, sizga dalil bo'ladi. 5-qadam, agar siz kam ta'minlangan oila, yolg'iz pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotgan oila yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsangiz, mahallaga murojaat qiling. Mahalla sizni tegishli ijtimoiy tizimga yo'naltirishi, oilaviy holatingizni o'rganishi yoki ariza topshirishda yordam berishi mumkin. Hujjatlardan odatda pasport yoki ID karta, yashash manzili ma'lumoti, oila tarkibi, daromad haqidagi ma'lumot, pensiya yoki nafaqa hujjati. Nogironlik ma'lumotnomasi, kommunal kvitansiyalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan aniqlab boring. 6-qadam, agar hisob-kitob noto'g'ri bo'lsa, albatta yozma ariza bering. Og'zaki aytib ketish yetarli emas. Arizada ism, familiya, manzil, telefon raqami, shaxsiy hisob raqami, muammo mazmuni, talabingiz va ilova qilinayotgan hujjatlarni yozing. Masalan, falon davr uchun menga normativ asosda to'lov hisoblangan, lekin ushbu davrda hisoblagich ko'rsatkichi bunday bo'lgan. Qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling yoki elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. 7-qadam, to'lov qilganingizdan keyin chekni saqlang. Bank ilovasi orqali to'lasangiz, PDF yoki screenshot saqlang. Naqd to'lov qilsangiz, kvitansiyani rasmga oling. Cheklarni kamida bir necha yil saqlash foydali. Chunki eski qarzlar bo'yicha bahslar aynan chek bilan hal bo'ladi. 8-qadam, ijarada yashasangiz, uy egasi bilan kelishuvni aniq qiling. Kommunal to'lovlarni kim to'laydi? Qaysi xizmatlar ijara puliga kiradi? Qaysilar alohida to'lanadi? Qarz chiqsa kim javob beradi? Hammasini yozma belgilang. Har oy hisoblagich rasmini
uy egasiga yuboring, to'lov chekini saqlang. 9-qadam, agar xizmat ko'rsatuvchi tashkilot javob bermasa yoki asossiz hisob-kitobni tuzatmasa, yuqori turuvchi tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin sudgacha borishdan oldin barcha hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Ariza nusxasi, javob xati, chek, hisoblagich rasmi, dalolatnoma, shartnoma, kvitansiya. 10-qadam, yangiliklarni faqat rasmiy manbalardan tekshiring. Telegramdagi sarlavha, YouTube'dagi shov-shuvli nom yoki qo'shnining gap asosida to'lovni to'xtatmang. Rasmiy qaror, vazirlik yoki hokimiyat xabari. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot e'loni, mahalla yoki ijtimoiy himoya organining tushuntirishi bo'lsa, shunga qarang. Kommunal to'lov oilaviy budjetning eng sezilarli qismiga aylanib boryapti. Ayniqsa qishda gaz va elektr ko'proq ishlatiladi. Yozda konditsioner sabab elektr xarajati oshadi. Suv to'lovi ham oiladagi odamlar soniga qarab o'zgaradi. Agar odam har oy 500 ming so'm kommunal to'lasa, bir yilda bu 6 million so'm degani. Agar noto'g'ri hisob-kitob sabab oyiga 100 ming so'mdan ortiqcha yozilsa, yiliga 1 million 200 ming so'm ortiqcha to'lash ehtimoli bor. Shuning uchun kommunal masalada befarq bo'lish mumkin emas. Men ko'p ko'rganman. Odamlar mayli 30 ming so'm ekan deb e'tibor bermaydi. Keyin bu 30 ming bir necha oyda 300 ming bo'ladi. Ustiga yana yangi to'lov qo'shiladi. Yoki aksincha odam haqiqatan yordam olishi mumkin. Lekin ariza bermagani uchun imkoniyatdan foydalana olmaydi. Shuning uchun bugungi mavzuning asosiy g'oyasi shuki, yengillik bo'lsa, undan qonuniy foydalaning. To'lov majburiy bo'lsa, o'z vaqtida to'lang. Xatolik bo'lsa, hujjat bilan talab qiling. Demak, kommunal to'lov bekor qilindi degan xabarni to'g'ri tushunish kerak. Ko'p hollarda bu hamma uchun barcha kommunal xizmatlar bepul bo'ldi degani emas. Bu ayrim toifalarga subsidiya, kompensatsiya, penya yoki noto'g'ri hisob-kitobni bekor qilish, qarzlarni qayta ko'rib chiqish yoki manzilli yordam mexanizmi bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz esa rasmiy ma'lumotni tekshirish, shaxsiy hisob raqamlaringizni nazorat qilish, hujjatlarni saqlash va kerak bo'lsa yozma murojaat qilish. Agar sizda kommunal qarz, noto'g'ri hisob-kitob, subsidiya olish yoki ijara uyidagi to'lovlar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollarni alohida videoda tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilani ortiqcha qarzdan yoki noto'g'ri to'lovdan saqlab qolishi mumkin.